ko'z tomchisi bilan ko'z atrofidagi ajinlardan xalos bo'lishi, osilishlar, qorayishlar va so'lg'inlikdan xalos bo'lishi bilarmidinglar? Albatta bilmasdinglar, chunki bu hech qayerda gapirilmagan, aytilmagan. Bugun sizlarga mana shu oddiygina ko'z tomchisi bilan juda ham zo'r maska qilishni o'rgataman. Eng zo'r narsa, bizga kerak narsa bu patchi. Sotiladi, bu magazinlarda eng arzon patchi ham to'g'ri keladi. Даже okulistlar ham gapirmaydi bu narsani, ya'ni ko'z doktorlari. Ko'zga tomizadigan mana shunaqa tomchilar bor. Ko'pchiligi, xos 90% ayollarimizda, insonlarda muammo ko'zni ichi qurib qolishi. Qurib qolgan ko'zni bilasizlar, zreniya ham tushib ketadi, qichishadi, achishadi. Doim qo'li bilan tegurib, ko'z atroflariga ham ajin tushib ketadi. Shuning uchun mana shunaqa ko'z tomchisi kerak bo'ladi bizga va eng asosiy narsa vitamin Ayvit kerak bo'ladi. Ayvit именно A, E tarkibidagi A bilasizlar bu retinol, ya'ni ajinlar bilan zo'r kurashadi. E kollagen, elastin to'qimalarini yoshartiradigan komponent hisoblanadi. Tayyor patchislarda tomchilardan solamiz. 50-60 tomchi Ayvitni ochib olamiz. Ayvitdan 5 ta dona kerak chiqamiz. Bu patchilarimizni albatta xolodilnikda saqlash kerak, ya'ni muzlatkich deydi. Faqat muzxonasida emas, xolodilnikka o'zida turishi kerak. Muzdek bo'lishi kerak. O'zimizni tagiga qo'yamiz. Mana ko'rdinglar, patchilarni qo'yib oldim. Mana shu holatda 15 daqiqa turishi kerak. Yotgan holatda bo'lishinglar kerak, chunki bu pastga sirpanib ketishi mumkin, chunki yog'lari bor tarkibida. 15 daqiqadan keyin buni olib tashlaysizlar, ko'z atrofida yuvmasdan yaxshilab mana sindirib yoramiz. Bo'ldi. Ertalabgacha mana shu yuzda, ko'z atrofida qolishi kerak. Uzog'i bir haftada super natija ko'rasizlar. Даже bir kunda ham bu natija beradigan maska. Demak, ajinlar ketadi, ishib qolish, ya'ni xaltachasimon osilishlar yo'qoladi, ajinlar yoyiladi, qorayishlar ketadi va ko'z ichi nur sochishni boshlaydi, yaraqlashadi. Eng asosiy sharti bu maskani ko'z tagiga albatta Bepanthen, mays kremi yoki o'zim tayyorlaydigan mana shunaqa sehrli mayzimni surib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Mana shunaqa harakatlar bilan bu mayzni surib qo'yib, ustidan SPF makiyajinglarni qilib ishga ketaverasizlar. Sog' salomat.